Assalomu alaykum. Mana bugun 25-iyul 2025-yil. Qibray tumanidagi intensivniy gilos bog'imizdamiz. Mana bizga ko'pchilik savol berishadi. Shu daraxtinglar karlikvimi yoki polikarlikvimi, qanaqa buni bo'yni kichkina ushlab turasizlar degan savollarni ko'p berishadi. Yo'q, aslida bizning giloslarimiz karlikvi ham emas, polikarlikvi ham emas. Aynan mana shu bog'da Krimskiy 5 podvoyda, ya'ni VSL2 podvoyda gilos ko'chatlari ekilgan. Demak, qatorlarning orasi 4 metr, ko'chatlarning orasi 1,5 metrdan. Gektariga 1666 ta ko'chat ketadi. Demak, bu Krimskiy 5 podvoyi yarim tez o'sar hisoblanadi. Bu degani sekin o'sadi yoki polikarlikvi degani emas. Bu ham tez o'sadi. Biz bunaqa bog'larda nima qilamiz? Asosiy shu aynan stalba sistemasida bo'ladigan bo'lsa, shpaler sistemasida bo'ladigan bo'lsa, asosiy 2 ta, 3 ta, 4 tagacha liderlarni tarbiyalab olamiz. Tarbiyalangandan keyin yonga shox beriladi. Yon shox olganimizdan keyin bularning o'sishini to'xtatamiz. Ya'ni abrisga qilganda kesib tashlaymiz, bir tekis qilib. Undan keyin o'sish to'xtatadigan dorilardan foydalanamiz. O'sish to'xtatadigan dorilar qanaqa ishlaydi? Mana shu o'tgan yilgi shox. Bu yoqlarda gul kurtaylar. O'sish to'xtatadigan dori berganimizda, ya'ni daraxt to'liq hosilga o'tadi. Mana keyingi yil uchun gul kurtaylari.